Hazrati Alidan so'rashdi: Allohning eng kuchli lashkari nima? Hazrati Ali dedi: Temirga qaradim, Allohning eng kuchli lashkari temirdir dedim. Keyin olovga qaradim, temirni eritdi. Ajabo Allohning kuchli lashkari olovmikan? Keyin suvga qaradim, suv olovni so'ndirdi. Ajabo Allohning eng kuchli lashkari suvmikan? Keyin qaradim, bulut suvni ko'tardi. Qaradim, shamollar bulutlarni haydadi. Keyin qaradimki, tog'lar shamollarni yo'lini to'sib, shamollarni yo'q qildilar. Keyin insonlarga qaradim, tog'larni teshdilar. Ajabo dedim, Allohning eng kuchli lashkari insonlarmi? Ammo uyquga qaradim, uyqu insondan g'olib keldi. Keyin dard va qayg'uga qaradim. U uyquning oldiga chiqib, unga to'sqinlik qildi. Allohning eng kuchli askarlari dard va qayg'u deb o'yladim. Dard va qayg'uning joyi qalbdir dedim. Keyin bir oyat yodimga tushdi. Qalblar faqat Allohni zikr qilish bilangina orom topadi, tinchlik topadi. Tushundimki, dard va qayg'ularni Allohni zikr qilish bartaraf qiladi. Tushundimki, Allohning eng kuchli lashkari Allohni zikr qilmoqlikdir. Alloh bizga aytmadimi? Meni eslang, zikr qilingki, men ham sizni eslayman. Shukr qiling, ammo nonko'rlardan bo'lmang. Eng ehtiyoj sezgan vaqtimiz Robbimiz bizni eslasin. Bu videoni xohlagancha do'stingizga yuboring va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.